Salom do'stlar, sizlar bilan Redrix. Bugun men mana bu mashinani qanday yasaganini sizlarga o'ntalab yig'sak o'rgataman. Mana 6-stol, 6-stolga biz bitta sho'rva yuvuramiz. Mana 6-stolga biz bitta sho'rva yuvuramiz. Mana 6-stolga bitta sho'rva yuvardik. Va bitta mana bu mexanizmni ustidan mana bunday qilib bo'lgandan so'ng endi 6-stolga borib qaraymiz. Mana 6-stolga keldik. Mana 6-stolning ustida esa sho'rva. Xohlasangiz buni yana 2-stol bilan ham ko'rsataman. Mana bu sho'rvani 2-stolga yuvuramiz. 1-stol, 7-chi, endi 2-stolni topamiz. Mana 2-stolga bitta sho'rva va endi 2-stolga qaraymiz. Mana 2-stolda faqat sho'rva mana bu yerga tushib ketibdi. Hozir sho'rvani olamiz. Mana sho'rva mana bu yerga tushib qolgan. Mana. Endi bu sho'rvani 3-stolga yuvuramiz. Mana 3-stol. 3-stolga bitta sho'rva. Mana 3-stolga sho'rva yetib keldi mana. Bu mexanizmni biz 10 talak yig'sak, sizlarga bu mexanizmni qanday yasaganini o'rgataman.